Qaynonam xonamizga kirib, tungi kiyimlarimni hammasini kesib, yirtib musorga tashlaverdi. Qizli uyimga ketgan kunim qaynonam xonamizga kirib, hamma ichki kiyimlarimdan tortib, tungi kiyimlarimga yirtib, kesib musorga tashlaverdilar. Uyga kelsam katta janjal qildi. O'g'lim shunaqqa uyatsiz narsalar bilan yo'ldan urib, boshini aylantirayotgan ekansan deb chaqir qilishni boshladi. Lekin qaniydi aytolsam, o'g'lingiz yo'ldan urayotganman emas. Men bunaqa tungi ichki kiyimlarim bilan erimni faqat ushlab qolishga harakat qilaman. Turmush o'rtog'im har doim menga sanga o'xshagan intim zonalari qora bo'lgan, tirsaklari qorayib yotgan ayollar yoqmaydi deb ko'p aytadilar. Ayol kishini bu joyi oppoq bo'lish kerak. Shu joyi bilan erini o'ziga chaqiradi deb yuzimga sovurardilar. Hattoki kosmetologlarga ham borganman, lekin hech qanaqa yordam berisha olmadi. Yaqin dugonam bitta krem berdi, shuni ishlatib ko'rdim, lekin natijasiga umuman ishonmadim, chunki hatto kosmetolog ham joyimni oqartirib bera olmagan. Lekin 10 kunlik rezultatni mana shu tushirib qo'ydi. Ishonsanglar, doposlik qilib bera oladigan darajada qora joylarimni oqartirib berdi shu krem. Bu narsa ko'pchilik ayollarning ichidagi hech kimga aytolmaydigan dardi bo'lgani uchun kimdirgadir foydasi tegsin deb sizga yozaman deb bir obunachim yozib yubordim. Agar sizlarda ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, hech kimga aytolmayotgan bo'lsangiz, 100% natija beradigan Sovayt kremlarini va tortda tug'gan bo'lsangiz ham yangi kelinchaklarnikida to'g'ri qilib qo'yadigan rozi jenshinani originalini podelkalarga aldanib qolmaslik uchun Muslimas Fermoz profildan topasiz.